savollar kelganda ertalabdan nimaga rejimga kirib oldingiz? Nimadir planlaringiz bormi deb. Bor. Xullas bitta narsa sotib olmoqchiman o'zimga. Ana o'shanga работоспособность oshirmoqchiman. Ya'ni ishchanlik qobiliyati bor-ku. Rejim deganda ko'pchilik qanaqa qilib tushar ekan, bunga yoqsa kerak deydi. Yo'q. Rejim o'zi hech kimga yoqmaydi. Yoqmagan ham, yoqmasa ham kerak. Lekin bitta narsani tushuninglar. Yoqish, yoqmaslik faqat ongda kechadi, miyada. Bor yo'g'i xolos shu. Ko'rinmaydi havoda. Lekin ongimga yoqqan ishlarni bajaradigan bo'lsam, jismimga yoqmaydi. Shuning uchun o'rnimdan turaman. Ongimga yoqmasa ham otam rahmatlining gaplari bor. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir, oyoq botir. Jismimda bajaraman, ongim ham ko'nadi. Mana shu ko'nish degan tuyg'uga ko'p yoshlar bog'lanib qolganda. Atlet ko'nma. Kuchsizlikka hech qachon ko'nma. Sharoiting yo'qmi, ertalab turib yugur. Bugun kuchsizlikka ko'nmayman deganda ko'nma. Kambag'allikka ko'nma. Yetishmovchilikka ko'nma. Ilmsizlikka ko'nma. Qo'rquvga ko'nma. Hamma sababini qilib ko'r. Bir kun yengasan faqat atlet. Faqat ko'nma. Men ham hozirgi sostoyaniyamga ko'nmayman. Xudoga shukr, hozirgi kuch-quvvatimga ko'nmayman. Yana hamma sababini qilib ko'raveraman. Xudo o'zing yana beraverdi. Xudoga shukr beraveradi. Faqat ko'nma atlet. Ras ko'nma deyman, oxirgacha to'xtab qolma. Oxirgacha to'xtab qolma, baribir yetib borasan maqsadingga. Baxtli bo'l.